Munisa Rizayeva yaqin Sharqdagi notinchlik sabab muxlislariga murojaat yo'lladi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek estradasi yorqin yulduzi Munisa Rizayeva kutilmaganda tarmoqlar orqali o'z obunachilariga biroz xavotirli xabar bilan yuzlandi. Xonanda ayni damda Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan murakkab vaziyat tufayli barchadan tinchlik so'rab duo qilishini iltimos qildi. Gap shundaki, Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlashgan ziddiyatlar sababli butun mintaqada, xususan Dubay shahrida ham havo qatnovlarida jiddiy uzilishlar kuzatilmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan deyarli barcha xalqaro havo reyslari bekor qilingan bo'lib, katta ehtimol bilan hozirda Dubaydan O'zbekistonga qaytish parvozlari ham noma'lum muddatga to'xtatib qo'yilgan. Boshqa davlatda qolib ketgan xonanda obunachilaridan dunyoda tezroq tinchlik o'rnatilishini tilab, qo'llab-quvvatlab turishlarini so'ragan. Sitora Alimjonovadan syurpriz: aktrisa o'g'li bilan trendga chiqdi. Kino olamining yorqin yulduzi Sitora Alimjonova kutilmaganda shaxsiy hayotiga oid samimiy kadrlar bilan muxlislarini xushnud etdi. Uning o'g'li bilan birga tushgan yengil va zavqli videosi qisqa fursatda ijtimoiy tarmoqlarda virusdek tarqalib ommalashdi. Gap shundaki, iste'dodli aktrisa odatda o'zining shaxsiy sahifalarida unchalik faol emas va kundalik hayotini raqamli platformalarda yoritishni xush ko'rmaydi. Uni ko'proq kinokartinalar premyerasida, suratga olish maydonchalarida yoki katta sahnada ko'rishga o'rgangan fanlar uchun bu kadrlar haqiqiy kutilmagan voqea bo'ldi. O'zining muvaffaqiyatli rollari hamda tomoshabinlar qalbidan joy olgan obrazlari bilan mashhur bo'lgan Sitora Alimjonova yillar o'tsa-da doimo yosh va latofatli ko'rinishi bilan hamisha e'tiborda. Ushbu yangi trend videoda ham aktrisaning o'zgarmas go'zalligi va onalik mehri juda chiroyli aks etgan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.